22. Sey. Siz bir hajardirsiz. Mingan etiniz hicret. Tabiatiniz teslimiyet. Kimlikiniz inson. Sübtiniz şefkat. Merhamet ve muhabbet. Vazifeniz sayi, gayret. Ma'lum bir nishonga yetish uchun kishining bor kuchini sarf qilishi sayi deyiladi. Ya'ni tirishmoq. Qur'onning shu oyatimi bu ma'nosi bilan qo'llaniladi. İnsan faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. Sura Najm 39-oyat. Bu oyatning bizga bildirmoqchi bo'lgan ma'nosi aniq. Musulmon uchun emas, inson uchun oyatda maqsadga yetishda belgilanadigan o'lcham qilib diniy kimlikni emas, balki ishlash eringan. Qur'on oddiy va ochiq qilib ishlagan qozinidir. Yotqan utirib etidi degan qoidani o'tirg'a qo'ymoqchi bo'lgan. Bu oddiy qoidaga qaraganda aqlliq odamning qarashga tegishlik yeri natija emas. Maqsadga erishish uchun to'lagan badaldir. Sen badal to'la, qolganini Allohga qo'y. Allohda erishing bo'lib qolsin. Mutlaq bir kun kiriduki, sana to'liqi bilan qaytariladi. Hajarning bermoqchi bo'lgan xabari bu edi. Hijratning kelini Hajar, xo'jayini İbrahim alayhissalom tarafidan bir ishorat bilan keltirilib, odamzot oyoq bosmaydigan qaqas vodiga o'ziga o'xshash yolg'izlikning simvoli bo'lgan sarxa darxining tegiga tashlab qo'yib ketildi. Bir to'lum suv va bir safarlik non, barning hammasi mushu. Yana texi hozirmi Sut emayotgan bovuqi bilan suv ichiladi, non yeyiladi. Hajar her anı kabi can emas canan derdidi idi. U bu hali bilen bir cemaatke anı buluş ve insaniyetinin anısı bolgan cemaat buluşunun yollarını manevi neslidin keladigan evlatlarga ögetmekteydi. Meryem üçün Zekeriya'nın rolü nimi bolsa İsmail üçün mu Hacer'nin rolü o idi. Yani bağvan bolmak, köçet tikmek, onu suğarmak ve meyvelerini kelgüsü evlatlarının Paydası üçün sunmaqdır. Zekeriya özü bağvan bolgan, bağçının meyvesi bolgan Eysa'nı kördü. Bu bir bağvan üçün tolumu az tepiladigan bir nesividir. Əfsus, Hacer suğargan köçetlerinin meyvesini körelmedi. O meyve tolumu yiraqdaydı. Yiroq, lekin uzoqligiga qaraganda Alohida qaltis va muhtaram bo'lgan yiroqdagi bir meyve idi. U meyve Muhammed alayhissalom idi. Tavratmi uni İsmailning meyvesi deb 100 yillar burun xo'sh xabar bermaganmidi? Shundaq. Sug'argan ko'chatning meyvesini ba'zida Zakariyaga o'xshash yeyalishimiz, ba'zida Hajarga o'xshash hech yeyalmasligimizmi mumkin. Buningmi mayli deyli? Siz sug'urishni izchil davomlashtiring. Unutmangki, qanchalik ko'p mehnat qilsangiz, daraxt shunchalik qo'yiq va katta daraxt bo'ladi va umrimi shunchalik uzun bo'ladi. Hajar ana o'ziga o'xshash kuyuk tanlik, yalang'och qiya toshliq Safa to'piligi bilan vodining qarshi tarafida turgan Marva to'piligi orasida to'qimachining mo'kisidek tipirlab suv izlaydi. Vodining tomuz issiqida ikki jonning hayoti suvga bog'liq edi. Çöl ve su. Çöl hayatlıkka vekillik kılıdı. Su bolsa imanğa. İmanğa yani çidamlıklıkka. Ümitke ve himmetke vekillik kılıdı. Hayat çöldek vahşi. Çöldek katlı kuralları bolgan bir tabii hakikat. İman bolsa suğa okşaş hayat beğişliğuçi. Suğa okşaş ümit bergüçi. Suğa o'xshash bo'lmasa bo'lmaydigan bir to'lib tashqan haqiqat edi. Cho'lga aylangan bir yurakni yashartadigan yegona abi hayot imondan boshqa narsa emas edi. Cho'l va suv, yurak va iman. Hayot bularning bir-biri bilan uchrashishiga bog'lanishliq edi.
Birinchilari fiziki ve vaqtliq hayotni, ikkinchilari ma'naviy ve mangulik hayotga vakillik qiladi. Bu uchrashish uchun bir shart bor. Bu shartlarning etini shehidlarning apandisi Hüseyin mundaq ifodalagan edi. Hayot iman ve cihatdır. Shundaq, cihat suvni tepish uchun keraklik bo'lganlarning ismidir. Maqsadi, usuli va niyati to'g'ri bo'lgan har shaymu bir cihat emasmidi aslida. Hacer onamizning qilg'inimi dal bu edi. Sayi zangi bir jariyaning insoniyatga bergan nasllik bir darsidir. Uning jihadini qabul qilgan Alloh qiyomatgacha keladigan keyingi nasllarga Hacerni ulgi qilib ko'rsatgandir va agashtirgandir. Hacer kim? Bir ayal, bir qari xotin, bir qul. Ey erkekligidan mag'runlanib, maydisiga mushlab yurgan inson. Ey o'zini hur hisoblagan inson. G'alaba ham ustunlikka ega bo'lishda hech daxlisi bo'lmagan va o'zi tanlamagan. Jinsiyat, irq, rang, nasab, fiziki qurilmasi, coğrafiya va shuningga o'xshash g'ayri narsalardan talab qilguvchi inson. Xato ish qilyapsan. O'z johilligingga qurbon bo'lyapsan. To'g'rilikning ko'ydi bo'lsang, Allohni mushundaqla rozi qilib, o'lmaslar qatoriga kirgan shu quldan, shu qor tanlikdan, shu ayoldan, ya'ni Hacerdan o'rgansang bo'ladi. Hacerning bizga tiklab bergan ulgisiga qara va zamonga qarshi tik turgan haqiqiy qimmatlarga qara. Saxta qimmatlarning orqada yurganlar zaman tugminida un bo'lib to'zib ketadi. Hacerga qara, Allohning qara degan yeridan qara va uning qargan yerini obdan bilib ol. Allah niqobinga dunyoga kelish bilan senda bo'lgan ba'zi alohidliklaringga yana faxrlanishing mantiqiga sig'maydigan Alohidliklaringga va zinnatlaringga qaramaydi. Hacerga qarab hurriyatning nimaligini o'rgan. Haqiqiy erkinlik cho'lda suv bo'lmaydiganligini bilib turib, tabiatning qattiq to'siqlarini iman, oshiq va jihad bilan bo'ysundirishdir. Haqiqiy hurriyatga erishishni talab qilganlar uchun imkonsizlik yo'qdir. Haqiqiy hurriyatga erishgan moddaga taslim bo'lib qolmaydi. İbrahim'e o'xshash, Hacerga o'xshash moddani o'ziga bo'ysundirdi. Chunki hurriyat bo'ysundirishning sirini qo'lga keltirishdir. Bu sir bo'lsa, moddaning inson amriga bo'ysundirilganlik haqiqatidir. Ya'ni sen yaxshi bir boshqaruvchi bo'lsang, qo'lingdagi xizmatchi vazifasining nimaligini obdan biladi deganlikdir. Hurriyatni Hacerdek ishlatmak tarixning eqishiga taslim bo'lish deganlik emasdir. Aksicha, tarixning eqishini o'zgartirish uchun nomzod bo'lish deganlikdir. Haqiqiy qulluq tarixning eqishiga taslim bo'lish. Haqiqiy erkinlik bo'lsa, tarixning eqishini o'zgartirligidek bir iroda va harakatni o'tirg'i chiqarish deganlikdir. Oshiqqa imkonsizlik yo'qdir. İman va oshiq eng buyuk imkondir. Hech bir imkon imanni va oshiqni yarata olmaydi. Faqat iman va oshiq cheksiz imkonlarni yaratadi. Hacer bo'lsang, intayin shijoatlik tuyg'ular bilan qadamlab mangsan. Yurking xuddi Hacerning yurkidek, ona yurkidek. bu bosqan har qadamlaring islomning suvsizligidan usab ketgan ballarının yurkiga to'lib toshgan iymonni to'shish uchun chiqadigan umrlik safaringning, ya'ni uzun bir safarning oldingi tayyorligi bo'ladi. Yürüşni safadan başladın. Yalan ayağı, beşin oçuk. Hazır sen yol oçsen, muhacirsen, musafirsen, ketiş ve keliş. Sayının umumi sanımı 7, ya'ni mengülük davamlaşıdığan 7. Bu sen mengülük muhacirsen. Aldı bilen bilinmez bir alemdin dünyaya hicret kıldın.
Dünya senin üçün bir aram eliş yeri idi. Yolunga devam kılısan. Bu bir uzun yürüştür. Su izdeştir. Suni yani ümitni izdeş. İmanni ve aşıkni ümit bilen, ümitni iman ve aşık bilen izdeş deganlikdir. Merviga her bir yetip berişing Sana hayatның tügümez ayınışını öğütüdü. Hayatның tügümez devri degen nime gap? Her bir ahirlishning bir başlangıç ekanligi haqiqatdir. Birining tugaganligini ko'rguningda yana bir boshqasining boshlanganligiga ishonsang bo'ladi. dardlaringni Misolga alsak, bir darding tugaganda boshqa bir dardning navbat saqlab turganini unutma. Sapiring ve yolungmu, dostung ve düşmaningmu, mag'lubiyat ve nusratingmu ham shundoq. Sayiying tamamlanganda sen suvni izdegan odam, Zamzamning beshiga kelib, suvni qong'udek ichishing kerak. Hajarning so'yinishini tetishing kerak. qandaq bir niyatda ichsang ich. Zamzam degining budur. Zamzam peshonimizning ta'ridir. Yurak ta'rimizdir. Zihin tərimizdir. Zamzam abi hayotni temsil qiladi. Sayi tugash zamzam boshlanishdir. Sayi emgek zamzam mukofotdir. Sayi dünya zamzam oxiratdir. Sayi solih amal zamzam jannatdir. Nimishqi sayi qilganligini bilmagan odam yerib charchar va uf der. Nimishqa sayi qilganligini bilgan her müşküller bilen birlikte bir qolaylık bar ekanligini biler ve pah der. Ihramga kirgan bo'lsang, endi u cheklamalarning bekor qilinganligini bilishing kerak. Kepallikingdan yeshinib insonlarning orasiga kirsang bo'ladi. Dunyo seni saqlayotidi. Namrutlari ko'p, İbrahim'i yo'q bo'lgan, Firavuni ko'p, Musasi yo'q bo'lgan, Abu Jahil ko'p, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yo'q bo'lgan dunyosini saqlayotidi. Endi dunyoning İbrahimimi bo'ladi. Umidal sen özün. İçindeki, teşindeki barlıq butlarını çıkış üçün Paltangni bilgan holda kelgan diyoringga qaytsan. sen tinchlik ve erkinlik jangchisi. Allah bilen bolgan ahdinamangni yengiledin. Undaqda arqanga qarma, yür. Allah senin bilen birge. Buningdan xotirjam bo'lishing kerak. İbrahim yolg'iz yo'lga chiqqan edi. Milyonlagan İbrahim bo'ldi. Muhammed aleyhisselammu yolg'iz yo'lga chiqqan edi. Qara, 100 milyonlagan insonlar uningga aşık yürekleri bilen Lebbeyk ya Rasulullah degeç onun kaldırıp ketken izlerden mağdu. Yür hayatның üstüge, korkma. Çünkü sen hayatını can yerden tutup aldın. O emdi sana meptundur. Yürgin ölümnün üstüge. Sen ölümden korkma, ölüm senden korksun. Çünkü ölüştün aval, ölüp yaşaşının sırrını bayqıdın. yurgin. Şeytanның va uning lashkarlarining ustiga yurgin. Burun bismillah deyttin. Emdi bolsa iki putluk bismillah sen boldun. Yür, hacın mübarek bolsun. Hayatın ve ölümün, derdin ve sanın, söyünüşün ve nefirtin, aşkın ve hasırtin, barlıkın ve Mahrumiyating, gazipin ve muhabbetin mübarek bolsun.